Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik Facebook'taki, dünyadaki hem yerlerdeki qadirlik qarindaşlar, hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqtlari texmo xayrlik, texmo ma'nilik, texmo güzel tolup taşqan ümitler bilen keleceklaringlar texmo parlaq bolsun, qadirlik qarindaşlar. Men Abdulaziz Beştoğraq İstanbul'dan, Zeytinburnu'dan sizlarga özümning uydan salam beryapman. Bugün 23 fevral kunlardan baqayli 23 fevral Peyshanba. Hazır saat İstanbul'da 9'dan 51 tepdi, qadirli qarindaşlar. Men sizlar bilan birga o'rganib kelayotgan Qur'on suralarining kimligi tugagandan keyin 15 fevral tugagandan keyin biz 16 fevraldan itibaren passif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bu kitobni birlikda o'rganishga boshlagan top, qadirli qarindaşlar. Bugün bunun davamını sizlar bilan birga o'rtoqlashib, birinchi bobni tugatgan bo'lamiz. Undan keyin ikkinchi bobga o'tamiz, qadirli qarindoshlar. Inshaalloh aytda. Hasanat ve saliyatning farqi degandan boshlaymiz, qadirli qarindoshlar. Tungan passiv yaxshi bilan aktiv yaxshi o'rtasidagi farqlarni o'rgangan to'q. Bugün eğer kulonlarda şu kitap bolsa 43. bette hasanat ve saliyatning farqi. Eğer bu kitap sizlerde bolmasa xotirjam bo'linglar, uni tor kitapdan tushib ko'rsanglar bo'ladi, qadirli qarindoshlar. Tor kitapta PDF nusxası var. Mani kiriz o'xshab qolibdi deganlar bo'ldi. Menda o'zgartib qo'yay. Buni biroz o'xshab qolgandek turamdimi? Tamam. Tor kitap. Doğrusu Tor kitap. Tamam. Tor kitap. Tor kitabı kesanglar, Facebook'tan izlesanglar, aldığınlığa bir Facebook'ta Tor kitap deb Mustafa Aslan Moğol'un tercüme eserleri yoki İngilizce eserleri var. Şu közlerden çıkıyordu. Şu grupa kirib bunu tushirsanlar bo'ladi. Buningki qo'l telefoni uchun app nusxasi bor, app kitob nusxasi bor. Qarasanglar, kitob Qur'on suralarining kimligining yanada yurak davlati bilan ikkisining o'rtasida passiv yaxshidan aktiv yaxshiga degan Android app kitobmi bor. Agar telefoninglar Android bo'lsa, uni tushirib o'qisanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, agar telefoninglar alma iOS sistem yoki başka Windows sistem bo'lsa, bizningki Tor kitap PDF nusxasini tushirib o'qisanglar bo'ladi. Agar buni tutib o'qisam, qo'limda kitob bo'lsa bo'ladi desanglar, bu kitobni mendan talab qilsanglar, kitobning bahosi 10 lira, men ivetib bersam bo'ladi, qadirli qarindoshlar. Hasanat ve saliyatning farqi. Passiv yaxshilar o'ziga yaxshi bo'luvchilar bo'lib, aktiv yaxshilar hem o'ziga hem boshqalarga yaxshi bo'lgan yaxshilardir. Passiv yaxshilarning yaxshiligi o'ziga bo'ladi. Aktiv yaxshilarning yaxshiligi hem o'ziga hem boshqalarga qaratilgan bo'ladi. Men o'g'limga deydigan, o'g'lim dunyodagi eng baxtli odam kim bilamsan? Boshqalarga yordam beradigan, boshqalarni xush qila olgan kishi en yaxshi adam buludu dedim. Yani o hoş qilishmi, o yordammi şu Allah'ın ko'rsatmagan belgilimiz buludu. Ama şunu deyman ki, eğer sen boshqalarga yordam qilmoqchi bo'lsang, oldi bilan o'zing oyoqlaringda tik turishing kerak. O'zing yaxshi bo'lishing kerak, o'zing yaxshi bo'lishing kerak, o'zing yaxshi bo'lgandan keyin undan keyin boshqalarga yaxshi bo'la olaysan deb ashuna deb keliglik. Günhan kardeşim, Allah razı olsun senin. Esselamu aleyküm. Kur'an'da hasenat ve salih amel, yani hasenat ve saliyattan ibaret iki ufkum var.
Bu iki hukm arasında nihayet uçuq, nihayet çoğ farq var. Bu farq zaten nima? Hasanat yaxshiliklar deganlik bo'ladi. Hasanatning birlik shakli hasana bo'lib, hasan güzel ve yaxshi bo'lish ma'nosini bildirdi. O türlünüp chiqqan söz yiltizi bo'lgan husn, güzellik, xo'shlik, yaxshilik deganlik bo'ladi. Qur'onda tilga olingan husna, güzel ve yaxshi oqibat degan ma'nini bildirdi. Hasanatning qarama-qarshi so'zi sayyiat bo'lib, yomonlik degan ma'nini bildirdi. Salihat, salih amallar, isloh qilg'uchi yaxshiliklar deganlik bo'lib, Qur'oniy bir atalg'u, ya'ni Qur'oniy bir hukm ve Qur'onda öz oldiga salihat shaklida tilga olindi. Salihat türünüp chiqqan sulh söz yiltizi birdan ortiq taraf arasida tinchlik hosil qilish degan ma'nini bildirdi. Yani üçüncü şəxsdə qartılğan yaxşılıqni bildirdi, qadirli qarindaşlar. İslah, tüzütüş, yaxşılaş deganlik bo'lib, bu üçüncü şəxslər bilan münasibətlik bir ahval. Salih amal, amalus salih Qur'onda 6 qatim öz aldığı keldi. 56 qatim iman bilan birlikdə keldi. Hasanat bilan salihat arasidagi farq naytim iniq. Aldınqısının neticesi kişinin özüge qaratılgan yaxşılık bo'lib, keyingisinin neticesi başqalarga qaratılgan yaxşılıkni ko'rsatdi. Asr suresi müminni saliyatga chaqirgan bir sure. Asr bilan qasamki, insonlar ziyon ishida, lekin iman etgan salih amallarni qilganlar haqni bir-biriga tavsiya qilganlar ve sabrni tavsiya qilganlar buningdan mustasno, qadrli qarindoshlar. Haq ustida bo'lish ve sabr qilish hasanat bo'ladi. Lekin buning bilan qanoatlanib qolmay, haqni ve sabrni tavsiya qilish ham ko'paytirish salihat bo'ladi. Shunga salih amal qilishga buyurilgandan keyin, masalan, qandaq salih amal deb so'ralganlarga ikki turlik javob ko'rsatilgan, o'rnak ko'rsatilgan: haq va sabrni tavsiya qilish. Hasanat insonning o'zi uchun qilgan yaxshilikni ko'rsatadi. Bu yaxshiliklardan boshqa kishi manfaatlanmaydi. Faqat kishining o'zi manfaatlanadi. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, hajga berish degandek ibodatlar hasanat qatoridan Bakara suresi 277. ayette Rabbidan mukafat algan kişilerinin 4 alaydaki tilga olingan. Birincisi iman, ikincisi salihat, üçüncüsü namaz, dördüncüsü zakat. Eğer namaz ve zakat salihat qatoridan bo'lgan bo'lsa edi, ayrım tilga elinmaydi. Bununla mundaq itiraz qilish mumkin. Ayetteki namaz ve zakat umumdan bir parça, yani bir bütün gavdinin bir parçası. Baş kısmındaki vav, üzüdün burun kelgen vavlardan farklı şekilde meselen diyen mana çıkıdı. Bakara 277. ayetinin manisi mundaq: şübhesiz ki iman etgan, salih amel qilgan, mesela namaz okugan, zakat bergenler, mana bular Rabbining dergahida savobga erishidi. Biz bu itirazga bu javobni beramiz. Ondaqda Asr suresini qanday qilamiz? O yerdimi 4 narsa tilga olingan. Birincisi iman, ikincisi salihat, üçüncüsü haqni tavsiya, dördüncüsü sabrni tavsiya. Ayet nimitde 277. ayette Bakara'da birincisi iman, ikincisi salihat, üçüncüsü namaz, dördüncüsü zakattı. Mayada birincisi iman, ikincisi salihat, üçüncüsü haqni tavsiya, dördüncüsü sabrni tavsiya. Bakara suresidagi namaz ve zakatning yerine Asr suresidagi haqni tavsiya ve sabrni tavsiya qilish olgan.
Bu ahirgi ikki tavsiye salihiyatga mas keladi. Çünkü üçüncü şəxs qaratilgan. Bundaq bolğanda Əsr surəsinin mənisi mundaq bolğan buludu. Əsr bilan qasamki insan ziyan içide. Lekin iman etqan, salih əməlni qılğanlar, məsələn, haqni və səbrini tavsiye qılğanlar bunundan müstəsna debdi. Başqa bir ayette cennetke layık bolğan üç xil sifat tilgənlidir. Birincisi iman, ikincisi salihiyat, üçüncüsü Rabbige çin köңlüden itiqad, itaat qılğanlar. En ahirqisinin başqa şəxslər bilan münasibəti yox. Şəxsin özü bilan münasibət ikənligi nəhayət eniq. Bundaq bolğanda Rabbige çin köңlüden itaat qilish onundan burun tilgənilgan salihiyatның sırtıda və onundan fərqli bir nəsə. Ondaqda bu Baqara suresi 277. ayetteki namaz ve zakat ne kadar düşünülmez. Baqara 277. ayetteki namaz ve zakat salihat emas, hasanat. Lekin kişi namaz, roza, hac, zakatga o'xshash kishiga xos ibadetlerini mi salihatga aylantıra alaydi. Qanday qilib deganda bu ibadetlerini ijtimoiy islohot uchun bir vasıta süpütü işletiş arqılı. Ondaqda şəxsin özüge ait ibadetler qandaq bulup ictimai islahat qayınıdı. Maun suresinde bunun usulünü körüsüp vermekte. Surede şundaq ibadet qılğanlarının halığı vay deydi. Bu kişiler ibadetini şəxsge ait bir yaxşılıq əməlge aylandırıp yetimnin halinden xəbər almağan, miskinlerge tamaq vermegen, yardım qilishga to'salg'i bo'lgan kishilardir. Halbuki bu tilga ilinganlarni qilish salihat bo'ladi. Xulosalaganda salihat ilgisini ve boshqalarni o'ziga olgan ve yaxshilardan qilgan yaxshi amallarni bildiradi. Hasanat neticesi faqat uni ado qilguvchining o'zgiligi tava bo'lgan yaxshi amalni ko'rsatadi. Salihat şəxsnin üzü bilen birge başqalarını mı yaxşı iş qilish üçün tirişiş, hasanat faqat şəxsnin üzünü islah qilish üçün tirişishni ko'rsatadi. Salihat bilan hasanat ikkisining farqini bilib oldinglar. Salihat bir islah hareketi. İslah üçün tirişiş, haq talab qilishdan oldingi qatorda o'rinda turdi. Chunki islah üçün tirişçilik ko'rsatish, jamiyat xarakterlik, haq talab qilish şəxsning o'ziga xos bo'ladi. Islah xayr, haq foydadir. Islah tirişçiligi haq talabini o'ziga oladi. Lekin haq talabi islah tirişçiligini o'ziga olmasa bo'ladi. Şəxsi haq talabi faqat shu kishining o'ziga foydali bo'ladi. Ama cemiyet karakterlik bir islah tirişçiliği mezkur şəxs bilen birge cemiyetni öz içige alıdı. Saliyat bilen hasanat arasındaki fark fakat mana ve mahiyet cihetli bulup kalmasından bu ikisinin elip gelgen ecir ve savabı yani mukafatı cihetli farklıdır. Kadirli kerindaşlar. Hasanatqa berildigan savab 1'ge 10, salihatqa berildigan savab cennet. Biz hazır pasif yaxşıdan aktif yaxşının 47. bet qadirli qarindaşlar. Hasanatqa berildigan savab 1'ge 10, salihatqa berildigan savab cennet degan bu birinci babning en ahirki mezmunda turibdimiz. Bunu o'qib etsak inşallah şunun bilan bu kitapninki yerimize tükügen buludu qadirli qarindaşlar 4-biri. Men bayatın mesela Sure Əsr'de Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr innellezîne âmenû ve âmelus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. İnnellezîne âmenû yani dünyadaki barlıq insanlar ziyan işide fakat kimler ziyan işide emas degan bir sual tug'iladi. Yani innellezîne âmenû
iman etgan ve amel salihati, yani yaxşı, salih emellerini qılgan, özügelen paydalık emas, başkalarının paydalık bolgan salihatlarını qılgan. İnnellezine amanu amel salihat ve tevasav bil haqqi. Salih emelini qılgandan keyin o özümüz başkalar, salih başkalarını üstünmü, islah qilish üçün paydalık bir iş bolğaçqa, bunun qarşı çıqıdığanlar buludu. Şundamı ya? Anda olğandan keyin bir yerde ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Haqni tavsiye qilgan bo'lamiz. Haqni tavsiye qilgandan keyin bir yerda nim buludu degan chaqda nima buludu? O chaqda qarshi chiqqanlar buludu, bostirganlar buludu, sizga saldırganlar buludu, fitne qilganlar buludu, yoki sizni fitne debço boshqalarga nima qilgan buludu, ish qilib har xil ya millatga xoinlik qildi, yoki anda qildi, manda qildi debço degandek har xil gaplar amaliyotda nimasi bo'lmagan ashunda gaplar bilan sizga hujum qiladi. Ammo oxiri siz ularga sabrni tavsiya qilsangiz, inshaalloh haqni tavsiya qilish bilan birga sabrni tavsiya qilgandan keyin sabr bilan siz bu xil zulmlarga, bu xil narsalarning ustidan o'talaysiz. Bu baribir qildiganlar o'zini qildig'ini, passiv yaxshilar qildig'ini qilaverdi, aktiv yaxshilar yo'lini davom qilaverdi dedik tungan. Hamda hasanatga berilgan savab birga 10, saliyatga berilgan savab jannatga qadar qarindoshlar. Hasanatga Qur'onda birga 10 va'da qilinadi. Kim bir hasana bilan kelsa, uningga 10 savab beriladi. Yani 6. sure 160. ayet. Lekin salihatning mukofoti birga 10 emas. Salihatning mukofoti jannatdir. Ayollardan mümin bulup durup salihat, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. 4. sure 124. ayet. Hasanatning mukofoti uchun belgilik miqdor bekitilgan. Lekin salihatning mukofoti cheksiz. Salihat yaxshi ishlarni qiladigan müminlerge ularning çoğ mukofotga erishadiganligi xo'sh xabarini ber. 17. sure 9. ayet. Başka ayetlerde mo salihatga cheksiz nimet ve cennet va'da qilinmoqda. 95. sure 6. ayet, 85. sure 11. ayet. Qadrli qarindoshlar. Hasanat ko'paytidi, sayyiat azaytidi. Şübhesiz ki hasanat seyyiatni azaytidi. Yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. 11. sure 114. ayet. Yani Kur'an hasanatning seyyiatning ustini yapadiganligini bayon qiladi. Salihat egilari mahluqotlarning eng yaxshisi. 25. sure 7. ayet, 98. sure 7. ayetga qarab bakinglar. Salihatni hasanatdan ayırıp turduğan narsa fakat birildiğan mukafotla emas. Bu ikisini birbirinden ayırıp turduğan yeni bir amel arkada kaldırıp ketadigan narsaning nima ekanligi suali bo'lib, Qur'onda inson vafotidan keyin hasanatning qoladiganligini bayon qilgan bir ayet yo'q. Lekin salihatning qoladiganligini bayon qilgan ayetler var. Mallar ve balılar dünya tirikçiliginin zinnetidir. Baki kaladigan salihat, yaxshi amellerinin savabı Rabbinin nazarida texmo yaxshidir. Ümid texmo çoğdur. 18. sure 46. ayet. Baki kaladigan salihat, yaxshi ameller savab cihetten ve akıbet cihetten Rabbinin dergahida artıqdır. 19. sure 76. ayet. Bana hasanat yeterlik buludu deb saliyat qilishga tirishmagan kishi pasif yaxshidir. İnsan aktif yaxshi bo'lishni xohlasa, hasanat bilan qanoatlanib qolmay salihat qilish kerak.
Bu insan hasanatni tashlab qo'yib, saliyat qilsin deganlik bo'lmaydi. Bundaq bir ahvol xuddi boshqalarga yo'riqlik beraman deb o'zini ko'ydirib tugatgan shamga o'xshaydi. İnsandan o'zini ko'ydirish bedeliga boshqalarga yo'riqlik berish emas, aksicha oyga o'xshash o'zimi yo'riqlikka erishgach, boshqalarga yo'riqlik berish kutilmoqda. Muhatabini qarang'uliqdan yo'riqlikka chiqarish uchun nozil bo'lganligi bayon qilingan vahiy ko'ydirmay turib nur beradigan, yo'riqlikka erishtiradigan bir ilohiy mash'aldir, nurdir. İlahi nur siritdan yo'ritadigan yo'riqlik manbasiga o'xshamaydi. İlahi nur bilan yo'riqlikka erishish siritdan yo'riqlikka erishishga o'xshamaydi. İlahi nur ichidan yo'ritgan bir yo'riqlik manbasidir. İlahi nur ichidan yo'ritgan bir ichidan chiqqan bir yo'riqlik manbasidir. İlahi nur bilan yo'riqlikka erishguncha ichki dunyosidan yo'riqlikqa erishidi. Chunki ichki dunyodan yo'riqlikka erishguncha shu 3 aloyidilikka ega bo'lish kerak. Qaysi yana oshiq, atash, beg'ishlash, oidiyat, ya'ni mansub bo'lish. 3 narsaga ega bo'lgan chaqda ichidan chiqadigan yo'riqqa ega bo'la olamiz. Oshiq, atash, oidiyat. Ey talib, aktiv yaxshi bo'lish uchun 3 oga muhtojsan. Oshiq, atash, oidiyat. Aktiv yaxshi qilish uchun 3 uga, 3 tane uga muhtojsan. Ümid, uyg'unlashish, huquq. Birisi buluş uchun, yine birisi qilish uchun ekan. Ey talib, aktiv yaxshi bo'lish uchun 3 oga muhtojsan, oshiq, atash, oidiyat. Aktiv yaxshi qilish uchun, salihat amallarni qilish uchun 3 uga muhtojsan, ümid, uyg'unlashish, huquq. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib 49-betde qoldik. Bu birinci bab tugagan bo'ldi. İnşallah erta sizlar bilan 50-51 betdagi ikkinchi bab aktiv yaxshi bo'lishning 3A formulasi. Birinchi oshiq, mavjudiyatning hammasi harakat holatida, jonsiz mavjudiyatning harakati. Degandek, undaki o'simliklarningki harakati, hayvonlarning harakati, insonlarning harakati, hareketning siri jalbkorlikda deganga o'xshash mazmunlar bilan ushqishimiz qadrli qarindoshlar. Jalbkorlikningki eng yuqori pallasi oshiq debdi. Ma oshiq bo'lib yurgan yoki bo'lmasa oshiqning g'alabasini qilib yurgan yoshlarimiz oshiq İkinci babning birinchi mavzusi meni oshiq izchil shohid bo'lganlar debdi. Nima debdi? Gunoh ishqni zaharlaydi debdi. Ondan keyin nima debdi? Oshiqning passiv va aktiv vaqtlari bo'ladi debdi, qadrli qarindoshlar. Ondan boshqa nayt muhim gap, sevginingizning qimmati sevginiz belgilaydi. Sevginizning qimmatini sevginiz belgilaydi. Ondan keyin insonga oshiq bo'lish va Alloh belgilagan chegara ishida bo'lish degan mazmunlar bilan tanishib o'tamiz. Oxirida nima ekan? Hubbullah, Alloh sevgisi orqali qalbning salih amali, da'vo ishqi, da'vo oshiqi, ondan keyin da'vo ishqi barliq ishqi muhabbatga bosh bo'lgan vaqtda, ondan keyin davosiga oshiq bo'lguvchini ko'rmoqchi bo'lganlar Rasulullohga qarasin degan tema. Ondan keyin ichiga oshiq kirganda ibodat ko'z nuriga aylanadi. Ondan keyin oshiq fidokorlik talab qiladi. Deb kelib qo'limda bor oshiq degan mazmun bilan ondan keyin bu 3A formulasi bo'tdi. Yaxshi passiv aktiv yaxshi bo'lishninki 3A ning birinchisi oshiq bo'lish, tugaydigan, undan keyin beg'ishlash, atash degan mazmunga o'tadiganmiz, qadrli qarindoshlar.
Bu mu? Yine 2-3 günümüzde hiç bulmagan çağda alıngan gepken. Şoňlaş kadirli qarindaşlar. Aşık oluş Allah'nınki, Allah'a aşık oluş ve okusanlar buludu. Bunu şu Tor kitapta, Facebook'ta izlesenler pasif yaxşıdan aktif yaxşıga degan Kur'an neslinin yeniden inşa buluşu üçün, berpa kılınış üçün degan bu kitap. Ama şunundan naq meydandan sizler bilen öğreniyatımız bu kitapla inşallah. Bu kitap tükep gelsin, başka kitap var mı dep kılışınlar mümkün. Başka kitaplar var, kadirli qarindaşlar. Yani kitaplarını men hazır bir kata DVD. Mesela kadirli qarindaşlar. Qaysi kitaplar var degan çağda hep kitaptan düşürüp okusanlar buldu. Mene. Kur'an sürünün kimlikini onu kıpıldak. Hacr Risalesi bunu zaten ün kitap bağ kadarlı qarindaşlar tanışsanlar buldu. Kitap mı bağ mende. Kader Risalesi ve şerhi bu kitap ne yakınını kayıtı basmakçı dijital baskıda. İman insanın saadeti bu tercümesi tügügen bunu kürevatımız kayıtıdan. Ramazan yazmaları bunu başlayımız inşallah. Yürek devleti var. Bunu mumuşunda ders kılışımız mümkün. Pasık yakşının aktif yakşıga diyeni hazır mine kılavatımız. Ondaki Kur'an-ı küre İslam nime. Bu dehşet yakşı kitap bu mu? Onun için sinderislerden İslam, cihat ve tinişler Üç Muhammed, Kur'an bugünkü nime deydi? Bulanı tordumuşta mavzu bilen izlesenler çıkıdı, anlap bakınlar. Zadi cihat diyen nimiken, İslam nimi kanda bu cihat buyuruyorken bu cihatның ondaki tinişlik diyen kandak tinişlik aşıdıken ondaki Üç Muhammed zadi bizning kallamizdagi Muhammed, Kur'andaki Muhammed Aleyhisselam'a okşamda okşamamdı. Kur'an bugünkü nime deydi deganni anlasanlar bu Adnan İnanç Hoca'nınki nimesi onu xatlı qilib qo'ygan. Zadi hazırki urushlarninki sebebinin nime ekanligini bizning qanchalik qaysi darajada nadan bo'lib ketganligimizni so'zlab turdi. Yani urushga o'zimizni atimiz yeydigan ekmek, yeydigan bir borda nan tapamayotgan Afrikalıklar, o çağda Afrika'nı göstergenti. Ning qo'lida shunda ilg'ar avtomatik qurollar var, bir-birini o'ltirdigan, qirdigan, ammo qo'shiqqa yeydigan tamoq yo'q. Bu qanday bir ish degan to'g'riliq. Musha halimizga Qur'on nima deydi deganni tahlil qildi. Onu tinglab bakыңlar qadrli qarindaşlar. Anda olsa bugungi pasif yaxşıdan aktif yaxşıga degan dersimiz mishada tugide. Ko'ngil qo'yib tinglab berganliginglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Agar buni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, boshqalar bilan paylaşib qo'yinglar. Agar o'zinglar o'qig'ini bo'lsa, kitobni mendan so'rasanglar, men ivetib bersam bo'ladi. Türkiye'deki bazı 10 lira inşallah çetelge biz kıymetli ibatimiz. Onundan başka eğer tordun düşürüp okuyayım bu kitapını desenler, üzerine okugununla başkaçı buluşum mümkün. Ben sözlep belginem fakat lan yoldaki tibetep ya olmasa kitap okuyduğun vakti çıkaranmagan qarindaşlarım üçün kılıvatıma bu işini. Anamma 2-3 qatim okudu bu kitapni ama siz sözlep bersiniz texmi yaxshi bo'ladi ekan degachga bu ishni davomlashtirib kelyapman qadrli qarindoshlar. Hammamizning o'zimizlik dunyolik ishlar bor, bizning bor yo'q emas. Shunlashqa bizning qilayotgan ishimiz shu tadbirni yeyish hamda shu shirkatningki tadbir, ya'ni ya qanday qilsak tadbirlik bir ish qilgan bo'lamiz. Qur'onmi shu tadbir kitobi. Ya'ni qanday qilib cehennemden otudan yiroq bo'lamiz, jannatga qanday kiramiz degan. Bu dünyada qanday yaşaymiz, o dünyada baxtga qanday erishimiz, her iki dünyada baxtga yashash uchun onun tadbiri nima deganni burunqilar qanday qilibdikan, sen qanday qilishing kerak. Bundan keyin qanday qilishing kerak deganni ko'rsatib turadigan kitob. Shunlash qadrli qarindoshlar. Anda olsa mening gapim misha tugidi. Allah'ın özgü emanet. İnşallah erdə aktif yaxşı buluşunki 3 tane formulası bakken şu 3A formulasının A şeyh
deganni ko'rimiz. Aşık doğruluk Mevlana Yakılması Celaluddin Rumi yani işkilisi bir o. Mevlana degan Allah'ınki süpütü asli. Onu şunu takıp algan. Az kılıda peygamberden derinsi kütəgili. Hatta mazırgı verip tapıdı kallama ba. Allah saklasın. Doğru yerlerini alasıyla, hata yerlerini taşlasıyla kaderli kırındaşlar. Şunlaşka aşık meselesi eğer doğru hal kılınmagan vakitte o çağda ömrümüzü zehirleydi. Şunlaşka aşıkını, aşıkımızını, Allah'a kandak aşık oluşunu, yüzümüzünü kandak onunla pida kılışını, doğru olması yine hata çatak çıkıdı. Kaderli kırındaşlar, ügünüşümüz gerek. Birlikte ügünüşünü davamlaştırımız. Pasip yakşıdın, aktif yakşı koydumuz. Jamalladın, eskilerden neri turumuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.